Assalomu alaykum akvarium baliqchibozlari, Ismoil akvariumlari kanaliga xush kelibsizlar. Bir necha kundan beri yangi videolar chiqarmagan edim. Mana xudo xolasa bir necha bahonalar sabab videolar qilishga harakat qilaman. Xudo xolasa nima qilmoqchiman? Mana bu baliqlar har xil baliqlar yuritib o'tdi, lekin mana bunaqa aralash yurganiga nima baliqligini ko'plar ajrata olmayapti. Mana bu yerda ham juda ham yorqin, chiroyli baliqlar yuribdi. Benshi, ko'k aki, retrakon, orxideya, livingston, katanga, mana five colorlar, mana juda ham zo'rlari. Mayleni ham bor. Zo'r baliqlar, lekin mana bunaqa kashamavashi bo'lib yurgani hisobiga qaysi biri qanaqa baliqligini kelgan odam yaxshi ajrata olmayapti. O'shani hisobiga men bular nima qilmoqchiman? Mana shu akvariumni mana bunaqa bo'lay qilishga qaror qildim. Hozircha mana shu akvariumda qilib ko'raman. Setkadan qilamiz hamda setkalarni o'sha ramkalarga tortamiz. Xo'p, men pompani almashtiramiz. Bu chunki oldiga suvni napor kam beradi. Buni boshqa akvariumga qo'yamizda pompani. Bu yoqqa o'sha akvariumnikini, ya'ni mamnisini qo'yamiz. Bu suvni oldiga ko'proq uflaydi, tepaga kamroq beradi. Bu yerda tepaga ko'proq beradi, oldiga kamroq uflaydi. Kalla shunaqa-da bu. Golovka. Xullas, nima qilyapman? O'zimni sohamga o'sha ramkalar ishlab chiqaramiz biz mana. Bilmaganlar, meni soham o'zi shu. Mana shu ramkalar profilini emas. Shu profilni kesib, mana shu ideal holatlarda kesib reklama qilib qo'yishimizni mana shu kesib yasaymiz. Meni ishim shu. To'g'rirog'i do'konimizda, seximizda shu ish qilinadi. Mana shu ramkalar yasatib oldim. Akvarium ichiga tushadigan razmerda. Mashinga mana moskitni setka oldim. Akfaromlarni moskitni setkasi xo'st tovarlarda sotiladi alohida. Buni metri eniga 1 metr adashmasam, xullas 1 kvadrat bo'ladi. 1 metri 35 ming zum ekan bizning mahallada. Abdurahmonovda 2 metr oldim. Mashina endi mashinga qoqib termikli qilib chiqamiz. Steplerni ilintirib olaman, termiklarni yopishtirib olaman. Hamma yog'ini endi steplerni qoqib tashlamayman. Endi bar o'qi ozgina zanglashi bor. Endi zangi hech narsa qilmaydi-yu. Bir nima rol ijro qilmaydi ham. Stepler tikib yuborsa ham osonrog'i, mayli termiklarni qila qolay dedim. Mana moskitni setkani ramkaga qoqib oldim. Mana. Uylarda romiylarning ichiga borib, mana shu qoqib qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Rom orqa tarafidanmi, ichidanmi qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. O'zim oldim. Domda yashagan paytim mana shu ramkadan, taxtali ramkadan yasab qo'ygan edim. O'sha taxtali romni ichiga tiqib qo'yardim, mana shu tashqaridan to'g'rirog'i 4 ta mixga ilintirib qo'ygan edim. Deraza bemalol ochilib yopilaverardi. Mana shu moskitni setka qilsa ham bo'ladi. O'zingizlarning uyingizga mana tekis turibdi. Qattiq tortib yormadim. Bu plasmas bo'lgani hisobi qorni qiyshaymasin, qattiq tortganim ham yo'q, lekin mana tekis turibdi. Hop, bunaqa narsada ramkada 6 ta qildirib qo'yganman. Mana bittasini qildim. Hozir endi qo'shimchasiga buni ustidan terma pistoleti, termiklarni yurg'izib chiqaman o'qlarning ustidan. Yana ham mustahkam tursin deb. Keyinchalik endi deformatsiya bo'lmaydi-yu, suv-suvga bu narsa. Lekin juda baquvvat narsa bu. Deformatsiya bo'lmaydi, mayli qo'shimchasiga yana o'qlarning ustidan polni yurg'izib chiqaman termiklarni. Hop, mana tayyor. Kelaylab chiqdim. Hamma yo'qda mashina ichiga solamiz, mashaqqat turadi. Xo'p, bu bunaqa dumalab oqib ketmasligi uchun mana bunaqa lipuchkalar, mana bunaqa lampalardan ortib qo'yganlari ko'p, ya'ni pompalardan ortib qo'yganlari ko'p. O'shaning uchun stolimning ustida turuvdi mashina narsalar mana. Mashina olib ishlatib turaman.
ahamiyat bergan bo'lsanglar, mana shu lipuchkani Sebo firmaniki yaxshi-da. Sobomi, Sebomi endi kimga qanaqa. Chempionniki yaxshi bo'lmaydi mana shu. Mana bu firmaniki o'zi pompasi yaxshi emas, ko'pga chidamaydi. Endi kimdadir qanaqa, kimdadir 1 yil, kimdadir 2 yil ishlaydi. Simi tepadagi mana simi chirib ketadi. Uni anu mashinaga silikonoviy smaska bor, o'shani smaska qilib yuborib, ozgina turgandan keyin quruq lattada artib akvariumga solsanglar, uncha-munchaga chirib ketmaydi mana shu. Simi ko'proq turib beradi. No chempionniki ancha ko'proq turib beradi o'sha anu simi. Lekin mana bunaqa lipuchkasi yaxshi emas. Mana chempionniki Atmi, ikkinchi nomi Atmi. Ko'p yaxshi chiqmaydi mana shular. Nimagadir. Seboniki yaxshiroq. Xullas. Mana shu ramkani joylashtirgandan keyin ikkita chetidan yopishtirib qo'yamiz. Bizga 8 ta kerak bo'ladi. Men 4 ta olib kelib qo'yibman. Hozir buni joylab ilintirib qo'yaman. Xudo xolasa qumini ozgina nari beri suramanmi, ko'ramiz endi bir gap bo'lar. Hozir razmerini ichiga moslab o'lchaganman. Mana ham o'sha rebron tegiga kelishi kerak. 6 bo'lagi bo'lishimiz kerak mashina. Taxminan bir 20 santimetrlardan bo'linadi. Birinchi attekka hozir mampdan bo'laman, pompaga yaqinroq qilibmi ko'ramiz. Yoki bu yoqdanmi ko'ramiz-da hozir. Bir chekkadan boshlaylik bu yoqdan. Mana qo'ydim bittasini. Lipuchkalarga yopishtirdim. Mahkam turibdi mana. Mana qimirlayapti o'zi. Mana bukilyapti-yu, lekin yo'llari qotib turibdi. Xudo xolos mahkam turibdi, yaxshi turibdi. 8 ta lipuchkaga ilintirib qo'ydim. Bitta hozir o'ylantirayotgan narsa, mana bu narsani endi toza turishiga o'rganganman-da. Endi buni artasiga olib tiqib artish kerak ekan yoki artasiga endi alohida bitta pastda yuvadigan gubkani yengisini olib qo'yib qo'limni tiqib artamanmi, endi boshqa iloji yo'q. Keyin artasiga antitrus qo'yib chiqishim kerak ekan. Men yaxshi ko'raman. Ana chet orqalarini ham top-toza qilib turadi. Xabari borlar, meni kanalimni kuzatayotganlar, orqalarini umuman artmayman. Mana 1 yildan beri umuman artilmagan, hech qaysiniki. 1 yildan oshdi. Top-toza turibdi. O'sha parcho'ylar mana yonlarini ham daja artmayman. Parcho'ylar o'zi tozalab yuradi. Hech qaysi akvariumni yon orqa oynalarini faqat laboyi old oynasini mana shu magnitda tozalayman. Magnit har doim mana ichida lattachasi bor. Mayli, endi shu boshqa iloji yo'q. Endi bittasini qildik, keyingilarni qilamiz. Mahkam turibdi, mana suv o'tyapti. Balovlarni ham tutish oson bo'ladi endi mana. Bu yoqqani ko'rimsiz ham to'sib turibdi endi. Bu yoqqani kichkina balovlarni solib qo'ysa, o'zi ko'rinadi ham o'zi. Xalaqit qilmaydi. Bitta men pompanikini sal kichikroq qilamiz, og'ziga taqab turib, naporni kesadi. Endi boshqa iloji yo'q, sal bundoqroq tursa ham kesadi va bundoq tursa ham kesadi. Bo'sh mana buni suv oqishini buni bu yoqqa qo'yarmiz deb balkim. Bu yoqdan suv oqib, qanday buni ham suv sekin bu yoqdan ketaveradi. Hatto hozir mana buni o'zini napori bu yoqqa umuman yetib kelmaydi. Mana buni suvi hatto bu yoqqa borib, bu yoqqa tushsa, har holda bu yerda ham sirkulyatsiya bo'ladi, ya'ni bu yoqqa qarab ketadi suv. Chunki ani pompa tortib turish kerak-da. Mampdan tushgan suv bari iloji yo'q bu yoqqa bormasligini. Shu. Mana baliq tutish ham oson bo'ldi. Endi mana 3 ta dona baliqni bu yerda 2 ta delfin bilan, mana 2 ta dona delfin bilan, 4 ta delfin bilan bitta 5 color ekan. Mana soni ham ma'lum. Baliq tutish ham oson-da endi mana. Xudo xolasa bo'lib qolganlarni ham qo'yib chiqaman. Bu eksperiment yaxshi bo'lsa, agar qulay bo'lsa, men bilan ham shunaqa qilishim kerak. Qora aki, ko'k aki, kobe, yellow qilib, keyin pomeretga ajratib qo'ysam, ajralib turadi. Hozir mana kashada mana ko'z jimirlab ketadi ani. Snijinka ham bor bu yerda. Umuman ajratib bo'lmayapti. O'shanga alohida qilib qo'ysa, tovarni vidan bo'ladi. Ko'rgan odam voy mana bundan deb tanlashi ham oson bo'ladi. Hatto mana bunaqa kasha malasha bo'lib yursa, nima balo bu, qayoqqa balo bu tushunmaydi ko'plar. Shuni hisobiga
ajratib qo'yamiz. O'zi maqsad ma'malarni olib tushib qo'yish bu yoqqa. Bular привозной bonlari, hammasi o'zimizga ko'paygan. Bular ham hammasi o'zimizga ko'paygan. Hamma baloz bir kun привозной bo'lgan. Shularning bonlarida mana xudo xolasa o'zimdan ko'payyapti, rosa ko'p. Baloli shu kengisini qilamiz endi xudo xolasa. Bittasi tayyor. Hop, men bardaklarga e'tibor bermaysizlar. Hozir ish davom etyapti, qaynayapti. Bittasi ortiqchalik qildi, sig'madi. Tayyormisizlar? Mana. Zo'r chiqdi. Menga o'zimga rosa yoqyapti. Xuddi bozordagi vitrina bo'ldi-da. Chiroyli bo'ldi. Mana balolar ham bitta xil rang balolar solib qo'ysa, alohida sariq, qizil, ko'k bo'lib ajralib turadi-da. O'ziga jalb qiladi. Xudo xolasa mana hammasi zo'r chiqdi. 1 2 3 4 5 6 ta xona bo'ldi. 6 xil balo sosuv bo'ladi mana xudo xolasa. Menda bu yoqda 7 xil baliq edi. Endi mashinani o'zini ozcha saktirovka qilamiz-da, bo'shiga bu yoqdan olib qo'yamiz. Xudo xolasa, keyin buni ham shunaqa qilishga qaror qildim, lekin hozir bitta-ikkita mayda-chuyda narsalar bor. O'zimcha qilib ketyapman, tarsillatib. Keyin videoda tushunarsiz bo'lib qolmasligi uchun hozir video qilib qo'yib, tushuntirib keta qolib dim orasida. Xo'p. Pompa suvni itaryapti. Nima ishgacha oqim bor. Bu yoqda ham bor, ozgina mana suv, ozgina qimirlayapti. Bu yoqda deyarli qimirlamayapti. Xo'p, bu yoqda filtratsiya bo'lmay qoladi, tagida axlatli yig'ilib qoladi. O'shaning uchun men buni boya aytganimdek, top filtrni suvini bu yoqdan oqadigan qilmoqchiman. Uning uchun buni bu yoqqa qo'yish uchun menda akvarium yonida rebro qilinmagan, o'zi qildirmagan edim. Sababi mana shunaqa top filtr qo'ysam, u yoqqa bu yoqqa xalaqit qilmasligi uchun. Endi men o'zim yasayapman hozir bu yoqqa. Nimadan yasayapman? O'zi bir qavat o'rstiklo bo'lardi. Hamma narsani hisobini qilish kerak, hamma narsani chiroyli qilib, cho'tki qilib qilish kerak hamma narsani. Mana bu bir qavat o'rstiklo. Bir qavat o'rstiklo. Hop, buni teg tarafi mana bu oynaga o'tiradi. Buni o'shani hisobiga ko'tardim, mana yana qo'shdim. Hozir bularni ham o'yib, mana kiriladigan qilaman. Undan tashqari bu yoqdagi krishkasi mana bu yoqda turadigan hozir. Ha, mana. Bu uzun edi. Hop, buni ishlatadigan bo'lsam, mana bu yoqda top filtr turadigan bo'lsa, mana bu narsani bu yoqqa bunaqasi uzunasiga qo'ysam, buni keyin olib qo'yish qiyin bo'ladi. Tagiga bunaqa mo'ljallab turib tiqib olib qo'yish kerak bo'ladi. O'shanaqa o'zimni qiynamasligi uchun yana bitta hozir narsa qilib ketyapman. Hop, bularni qo'ydim deydi. Mana hozir o'yib qo'yaman-da. O'zi 2 qavat yetar ekan, chunki 3-qavatiga nima qilaman? 3-qavatiga mashtga mana bundoq qalinroq yasayman. Buni endi 12,5 sm bo'lsa, 14 sm qalinlikda mana bundoq qo'yaman bittada. Eng tegi qismiga qo'ysam, mana bu o'shani bosib turadi. U bu yoqqa chiqib turgani hisobiga, top filtr orqaroq turgani hisobiga mana bu qopqonni ozgina kaltalataman-da, ozgina qanaqa? O'shani oynani ustiga tushadigan qilib kaltalataman. O'shanda bemalol mana oynani qo'yganimda top filtrni tagiga mo'ljallamasdan shunday qo'yadigan bo'laman. Bunda kalta bo'ladi. Ani boyga aytganimdek, mana bu o'rtikloni ustiga chiqib turgani hisobiga o'shani ustiga tushadigan bo'ladi. O'shanda yana hamma akvariumlarimdagi mana bunaqa plotni yopib turadi. Bilasizlar, menda hamma akvariumlar mana shu plotni yopib turadi. Sababi namli ortiqcha chiqmasin. Chunki bu uy podvoli, patologim menda anaqali, to'sinli, beton emas, o'shani hisobiga ortiqcha keyinchalik mog'orlashlar, namlikda har xil narsalar paydo bo'lmasin, muammo bo'lmasligi uchun mana shunaqa plotni yopib tashlaganman ustilarini, namgarchilikni normada ushlab turish uchun. O'shaning uchun krishkalarni puxta chiroyli qilib qo'yishim kerak. Hozir shu narsaga kallani ishlatib shu narsaga keldim. Hozir shuni endi bajaryapman. Hop, keyinchalik videoni bitgandan keyin qanaqa qilibdi, nima qilibdi deb bosh qotirmasligi uchun ko'rsatib ketyapman. Xudo xolasa, mashina bo'yiga to'g'rilayapman. Shu bundoq qo'yganda top filtr ham tekis turishi kerak. Bu yoq baland bo'lib, past bo'lib qolishi kerak emas. Top filtr ham tekis tursa, suv bir tekisda borib oqadi.
O'shani oqib bu yoqqa tushgani hisobiga bu otsekda ham o'sha filtratsiya bo'laveradi. 100% bu yoqga suv tushgani hisobiga mashina kelib bu yoqdan yana pompaga chiqib, ham pompa oldiga haydaveradi, ham yana tepaga top filtrga berib, top filtrdan tushib, yana sirkulyatsiya bo'laveradi. O'shani hisobiga bu yerda filtratsiya yaxshi bo'ladi. Kislorodni голодание bo'lmaydi, tegida axlatlari ham biologiyasi yaxshi bo'lgani hisobiga suvda chirib, o'zi sekin xullas zarrachalarga aylanib ketishni boshlaydi. Shu, mana xudo xolasa qilganga yarasha chiroyli qilish kerak, zo'r qilish kerak, hisob kitobini qilib, o'lchab chiroyli qilish kerak. Mana buning orasini sal kengroq qildim. Mana rebro xalaqit qilmasin, rebroni chetiga to'g'rilib, bu yoqni sal kengroq qildim. Sachoqda tiqib, balon tutishga muammo bo'lmasligi uchun, lekin deyarli bilinmayapti kattaligi. Hammasi bir-biriga o'xshagan razmerda bo'ldi. O'zi qiynalmas ekan, u yoqqa surish muammo bo'lmayapti, xudo xolasa. Lekin juda chiroyli chiqdi. O'zim yoqyapti. Endi bari sinov tariqasida bari ishlatib ko'ramiz buni. Qanaqa turadi? Bular yo'q, tushib ketadimi, tushib ketmaydimi? Endi tushib ketish kerak emas, agar lipuchkalar pam bermasa, tushib ketish kerak emas. Men bu lipuchkalarni tozalab olishim kerak, tozalamanman. Shlaklari bo'ladi, o'shalarni tozalab olishim kerak edi. Shoshib-pishib tiqvorman, o'shalarni tozalab hozir qo'yib chiqaman. Lekin osaya chiqib ketayotgan joyi yo'q, yaxshi turibdi lekin. Xudo xolasa. Mana zo'r bo'ldi. Mana tasavvur qilinglar, mana shu hammasi delfinchi bo'lsa, mana ma'lum bo'ladi. Hozir mana bu aralash baloni. Sortirovka qilib olamiz. Hozir mana buni bitkizib olaylik. O soat ham kech bo'lib ketdi. O'shanga nima botganini bir etib ketdim. Shu, endi xudo xolasa bitkizib tamom qilamiz. Hop. Mana 30 kiloni qo'yib oldim. Eng teg qismiga buni qo'ydim. Mana. Endi mashina ustiga mana top filtr tushadi. Bularni kililash shart emas. Top filtr o'zi bosib turadi. Xudo xolasa mana buni olamiz. Bu ham og'irgina bo'ladi suv bilan. Mana yaxshigina vesi bor mana. Og'irgina. Shuni ustida bosib turadi o'zi. Shu kililamadim. Endi hozir buni uzib bu yoqqa qo'yamiz. Mashaqasiga turadi. Xudo xolasa. Lekin mana shu o'zim yoqyapti. Juda chiroyli chiqdi. Kech bo'lib ketdi soat. Qilib qo'ymasa bo'lmaydi. 48% namli 26 daraja, kechasi 3 minut o'tibdi. 9-fevral. Tozaligini ko'ryapsizlar. Yaxshi ko'raman toza tursin. Mana bu chang. Bu toza. Buni bugun yuvdim. Bularni ham bugun yuvib qo'ydim. Bir oyda yuvib turmasa bo'lmay chang bo'lib ketadi. Yerimizda semosuvo kafil qilish kerak. Alloh nasib qilsa qilamiz. Endi bu ish qilib bu darajada bo'lib ketadi deb o'ylamaganman. Mayli, endi maqsad qo'ydik, xudo xolasa shu narsaga qattiq kirishamiz, endi rivojlantiramiz. Ya'ni ham ko'proq yengilliklar qilish kerak. O'shaning uchun yengilliklar bilan hamma narsa. Bitta narsada o'tirish kerak emas, faqat rivojlantirish kerak. Biznes bu. Pul tikilsa, pul keladi, boshqa iloji yo'q. Undan tashqari ham kallani ham ishlatish kerak, o'zidan-o'zi bo'lavermaydi. O'shaning uchun mana shunaqa yengilliklar qilamiz. Mana Mavlonani bolasi, gap ochig'i bular katta bo'lmasdan sotilib ketyapti. Mana 4 sm. Ranglari, tinnuvlarini terib ketishadi. Bular ham zo'r bo'ladi. Hozir endi ozgina stressda, lekin figuralar, ranglari mana zo'r. Xudo xolasa zo'r ketyapti hammasi ko'nglimda. Qilamiz qo'yandi. Va nihoyat bitta ishim, xudo xolasa oson bo'lmadi. Yana qo'shimcha yengilliklar bo'ldi, o'zgartirishlar bo'ldi. Endi buni qilganda odam biladi o'zi. Keyin o'sha narsaga qarab moslashish kerak bo'ladi. Hop, mana tushadigan qilindi. Hop, mana buni ham kesish kerak bo'lar ekan. Mana buni ham kesdim. Buni ham tagiga shu mana 30 kiloni qo'yib yubordim. Mana bu ham shundoq tushadigan bo'ldi mana. Hop, mana bu endi top filtr bo'lmagani hisobiga mana bu oynani o'zi bo'lardi. O'shanda taqalib yopilib turardi. Endi top filtr ketgani hisobiga buni burchagini kesdim. Simlar shlankalar chiqsin deb, shlanka yetmadi, shlankani uladim. Suv chiqmaydigan qilib, yerimta shlanka qo'yib uladim. Mana shlanka yetmadi. Bitta muammo bo'ldi. Mana buni kesish kerak bo'ldi. Yana bu yoqqa ham tagiga podkladka qo'ydim.
Endi mana oynani olib bemalol ishlasa bo'ladi. Xo'p, undan tashqari yana bu yoqqa bo'shliq bo'lib qoldi. Bitta kusok qo'yib yubordim. Hozircha keyinchalik ko'ramiz. Bu yoqqa ham kichkina qilib rebro endi uni olib balo tutgan, sakrab ketmasa kerak. Shu turishda sakrab chiqib keta olmaydi endi. Asosiysi yonlari yopiq bo'lishi kerak, o'rtalari uncha emas. Bu yoqlarda rebrolar bor, oldida, orqada bor. Yonlarda bo'lmagani uchun mana endi yopildi. Buni ham yopib qo'ydi. Balki shunday qolib ketar. Hozircha bu ispitaniya bo'ladi. Xudo xolasa mana bu yerda suv ozgina xiralashuvdi. Filtr qo'yganimdan ozgina axlati tushdida. Mana uje yo'q, faqat tegi ozgina o'tiribdi axlatli. Ko'ramiz qanaqa holatda bo'ladi. O'zi buni yana boshqa variant ham qilsa bo'ladi. Qanaqa pompani uchini zaglushkasi bor, yopib qo'ysa, hamma suvni tepaga haydaveradi. Hamma suvni tepaga haydasa, bu yoqdan beradi, faqat kislorod bo'lmay qoladi. Uning uchun kislorod toshi bilan qo'yish kerak bo'ladi. O'shanda hammasiga kislorod yetarli bo'ladi. Hozircha mana shunday holatda ishlab tursin. Charchab qoldim o'zim ham hozir. Kallam ishlagan paytda xoli qoldim. Xudo xolasa mana ish bitdi. Chiroyli bo'ldi. Endi sortirovka qilmayman. Sortirovka qilsam hozir ancha vaqt ketadi. Keyin buni bu chiqadi bu. Uchidigini chiqaraman. Uchidigini chiqarsam, noto'g'ri mana bu chiqadi. Bu balo yutib yormasin deb kichkina teshuv qilganman. Buni ochaman. Mana bu katta teshuv bu. Bu yoqqa endi mana shunaqa turbadan yasaymanda uchiga mana shunaqa mana bu ishlatgan moskitning setkadan buni ham uchiga o'sha qilib, xullas mashina uchi bilan silliq turadigan qilmoqchiman. Ma'misiz mana shunaqa bo'ladi o'shanda. Faqat bitta anaqasi suv almashtirayotgan paytda suv uroviniga qarab turishim kerak bo'ladi. Bo'lmasam bunaqa shu holatda bo'lsa, mashinaga suv tushib ketib qoladi. U juda ham ko'p suv almashayotganda o'sha e'tiborli bo'lib turaman. Har doimgidek mana shu urovingga kelganda to'xtatishim kerak bo'ladi, kranni yopishim kerak bo'ladi. Xudo xolasa mana hammasi oson, qulay bo'ldi. Olinadi, qo'yiladi. Mana eski holatdagi o'sha zazori qo'lni tiqib ko'tarish uchun qoldirganman o'sha paytda, mana qoldi hammasi joyida. Shu mana odam qilsa bir nimaga o'rganadi, bir nimaga erishadi. O'shaning uchun yurak urib tursa hech narsa o'zgarmaydi. Yurak urib turgan paytda bir nima qilish kerak, harakat qilish kerak, maqsad qo'yish kerak. O'sha maqsadga qarab harakat qilinsa, xudo xolasa inshaalloh o'sha maqsadingizga erishasizlar. Uning uchun qo'lni qo'yishtirib o'tirganlar hech narsa o'zgarmaydi. Harakatni to'xtash kerak emas. Bir nima qilinsa, bir nimaga o'rganiladi, keyin safar undan ham oson qilinsa bo'ladi. Bu hozir shuncha periodilki tayyor akvariumni o'zgartirishga ketdi. Lekin keyinchalik akvarium qildirsam, misol uchun shu narsalarni oldini olib ketib, bemalol yasatirsam bo'ladi. Sizlar ham qilmoqchi bo'lsanglar, mana shablon tayyor. O'sha kamchiliklarni ko'rdinglar, o'sha kamchiliklarni bartaraf qilib, akvarium yasatib, перегородкаларni yechiladigan, qo'yiladigan qilib bemalol qilsanglar bo'ladi. Mana sizlarga tayyor shablon. Foydalaninglar, qilinglar. Mana bu narsalar qilayotganlarim hammasi shu O'zbekistonda akvariumistika sohasida rivojlanish uchun, odamlar baliqlarga qiziqib, ko'paytirsin, qo'shimcha daromad qilsin, farzandlariga o'rgatsin, bo'sh vaqtida bo'lar bo'lmas narsalar bilan shug'ullangandan ko'ra mana tayinli narsa bilan shug'ullansa, Xudo xolasa ham oilaviy byudjetga foydali bo'ladi, ham farzandinglar hamda o'zingizlarning bekorchi vaqtinglar bo'lsa, yosh kattalar mana bemalol mana shu narsalar bilan shug'ullansanglar bo'ladi. Qo'shimcha daromad hech kimga ziyon qilmaydi. Harakat qilish kerak, harakat qilsa hamma narsa bo'ladi. Delfinga ko'zim tushib qoldi. Juda chiroyli chiqibdi mana delfin. Tanalari uzun, qanotlari uzun, juda chiroyli chiqyapti. Xudo xolasa otasi ham chiroyli, o'shanga bolalari ham chiroyli chiqyapti. Bularni Xudo xolasa bir ko'rsataman yana. Mana tayyor. Ancha-muncha ish qildim. Ko'rdinglar, o'zimcha boshladim, Xudo xolasa tugatdim. Qanaqadir mashinaga o'xshash qilish niyat bor edi. Xudo xolasa o'xshatishga harakat qildim, o'sha o'ylaganimni.
sal kam ko'sili bo'lib qoldi. Bu hammasi yana to'g'rilab yuborsam bo'ladi bu narsalarni. Keyinchalik mana bunga qotganimni tayyor bo'laman. Nimalarni tayyorlab qo'yishimga, nimalarni olib kelib qo'yishimga tayyor shablon bo'ldi. Buni qilishimni xudo xolasa keyinchalik oson bo'ladi. Mana shu ishim, mana shu protsess ancha oson bo'ladi. Razmerlari yaxshi bo'ldi. Maloklar tashlasa, mana shu ham katta bo'laveradi. Chunki akvarium eniga chuqur 60 sm, bo'yiga 45, 40 ta suv turgan taqdirda ham eniga 20 dan oshiqroq bo'ldi. 20 sm deylik, yomon emas, bo'ladi. Maloklarni bemalol 5-6 sm qilsa bo'ladi. Xudo xolasa tayyor, mana hammasi zo'r, chiroyli. Endi ertaga bularni sortirovka qilib, yoniga keyin qo'shimlarni qo'shamiz. Xudo xolasa shu. Mana shuni qilmoqchi edim. Shuni sizlarga ilindim. Tayyor shablon foydalansanglar bo'ladi. Bundan ham yaxshiroq qilsanglar bo'ladi. Balki men o'z xayolim kelishi bilan qilib ketib qoldim. Bundan ham yaxshiroq qilish mumkin edi balkim. Puxta yaxshilab o'ylab qilganimda. Mayli, hozir bo'larcha bo'ldi. Xudo xolasa meni ko'nglim to'q. Endi buni suvni aylanishini, tagida axlatlar yig'ilishi, yig'ilmasligini ko'ramiz. Agar to'yida axlat ko'p yig'iladigan bo'lsa, balki qumlarni olib tashlayman. Hozircha shunday turadi. Ko'ramiz. Ispitательный срок deyiladi. Qanchadir muddatdan keyin holatini ko'rib, yo o'zgartirish kiritaman, yo kiritmayman, yoki shunday qoladi, yoki umuman olib tashlayman. Mayli, qilishga qildim. Xudo xolasa yangi akvariumlarni olib kelib, yangi silajlar qilib joylagunimcha qanaqadir vaziyatdan chiqib turishim kerak. Vaqtdan yutkazib qo'yolman. Akvariumlar, silajlar hammasi o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Hammasi pul turadi. Silaj yasashim o'zim yasa olaman. Shularni ham o'zim yasaganman. Lekin bunga vaqt kerak bo'ladi. Ancha-muncha bu akvariumlardan tashqari o'zim ishim ham bor, oilaviy. Yo'q degandek, hammani o'zingizlar bilasizlar. Hozir hech kimga hech narsaga vaqt yetayotgani yo'q. Shunga xudo xolasa mana shunaqa yechim qildim. Buni ham shunaqa qilaman. Xudo xolasa bu ispitaniyadan o'tgandan keyin endi ozgina o'zimga dam bermasam bo'lmaydi. Ishlashini ko'rib, bir nima to'xtamga kelganimdan keyin yana yengilliklar qilamiz. Bo'ldi, xudo xolasa shu qilgan ishlarim. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.